14-savol. Masalani ishlang, javobingizni javoblar varaqasiga yozing deb. Savol: 25% zichligi 1,2 bo'lgan noma'lum modda eritmasini normal konsentratsiyasi 7,5 ga teng bo'lsa, eritmada erigan noma'lum moddani aniqlang, kimyoviy formulasini yozing debdi. Noma'lum modda lakmus indikatorini ko'k rangga bo'yaydi degan savol. Demak, foiz bilan normalni beryapti bitta eritma uchun. Ya'ni foiz bilan normalni bog'lovchi formulani ishlatamiz. Mana bunday formula bor edi. S normalni topish uchun teng foiz konsentratsiyani ko'paytirish kerak zichlikka, ko'paytirish kerak 10 ga, bo'lish kerak ekvivalentga. Shunda normal konsentratsiya kelib chiqadi. Ma'lumotlar joy-joyiga qo'yamiz. Normal konsentratsiyasiga 7,5 qo'yamiz ekan. 7,5 normallik teng foiz konsentratsiyasiga 25% qo'yamiz ekan. 25%. Zichligiga 1,2 qo'yamiz. 1,2. 10 o'zgarmas son. Taqsim ekvivalentga x qo'yamiz. Ya'ni ekvivalent noma'lum. Buni mahrajda 1 bor. Kres ko'paytirsa x kelib chiqadi. 7,5 ni x ko'paytirsa 7,5x bo'ladi. Teng 1,2 ni 10 ga ko'paytirsa 12 bo'ladi. 12 ni 25 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, 300 bo'ladi menimcha. 12 ni 25 ga ko'paytirsa 300 bo'lar ekan, rostdan ham 300. Endi bundan x ni topish uchun, noma'lum topish uchun 300 ni 7,5 ga bo'lamiz. Xo'sh, teng. Xo'sh, yana bo'lishda mana butunli sonni qulay songa aylantirish uchun 2 ko'paytiramiz. Suratda ham mahrajda ham kasr ma'nosi o'zgarmaydi. Tepa 600 bo'ladi. Past esa 15 bo'lib qoladi. Xo'sh, endi 600 ni 15 ga bo'lish osonroq bo'ladi. 40 degan son kelib chiqadi 600 ni 15 ga bo'lsa. 40 ekvivalent kelib chiqdi. Demak, noma'lum moddaning ekvivalenti 40 ekan va lakmusni ko'k rangga bo'yaydi degani bu ishqorlar lakmusni ko'k rangga bo'yaydi. Ekvivalent 40 bo'lgan ishqor bu natriy gidroksid degan ishqor bo'ladi. Natriy gidroksidning ekvivalenti rostdan ham 40 bo'ladi. Sabab molyar massasini asoslarini ekvivalent topishda OHlar soniga bo'lish kerak. Natriy OH molyar massasi 40, OHlar soni bitta bo'lgani uchun 1 ga bo'lsa, ekvivalenti 40 chiqadi. Shunda demak, mana bu javobga moddani formulasini yoz degan uchun natriy OH deb javob yozib qo'yamiz. To'g'ri javob natriy gidroksid.